Korrupsiya bu nima? Bu bilan qanday kurashish kerak? Korrupsiya bu mansabdor shaxslarning o'zlariga ishonib topshirilgan huquqlardan shaxsiy boylik orttirish maqsadida foydalanish tushuniladi. Shuningdek, poraxo'rlik, mansab suiiste'mol qilish va boshqa noqonuniy harakatlarni ham o'z ichiga oladi. Korrupsiyaning bir necha turlari mavjud. Birinchisi, iqtisodiy, moliyaviy foyda olishga qaratilgan. Bu turga poraxo'rlik va noqonuniy yo'l bilan daromad qilish kiradi. Ikkinchisi, siyosiy, firibgarlik asosida saylovchilarga pora berish, siyosiy partiyalarning noqonuniy moliyalashtirish va saylovchilarga noqonuniy aralashuv yo'li bilan mansab vakolatlarini olishga qaratilgan. Bu holatdan asosiy maqsad shaxsiy yoki siyosiy manfaatni qo'lga kiritishdir. Uchinchisi, kriminalistik. Ushbu tur jinoiy xatti harakatdagi asoslangan. U ko'pincha mansabdor shaxsning jinoiy sxemada ishtirok etishi bilan bog'liq. To'rtinchisi, tizimli. Agar jinoiy harakat doimiy ravishda takrorlansa, korrupsiya hodisasi bir sxema kabi, ya'ni tizimli ko'rinishga keladi. Bu o'z navbatida mamlakatdagi siyosiy jarayonlarda, davlat idoralarida ustidan nazorat qilish zaiflashganidan dalolat beradi. Beshinchisi, mayda korrupsiya. Odatda byurokratik hamda pora bilan bog'liq. Shuning uchun ham mayda yoki byurokratik korrupsiya deb ataladi. Oltinchisi, katta korrupsiya. Bu juda katta pul va yirik o'yinchilar bilan bog'liq bo'lgan korrupsiyaning eng halokatli turi. U barcha operatsiyalarni o'z ichiga oladi. Buning natijasida davlat aktivlari noqonuniy ravishda xususiy bo'lib qoladi. Ko'pincha mamlakat uchun jiddiy qarorlar bog'liq bo'lgan siyosatchilar korrupsiya mojarosining ishtirokchisiga aylanadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida korrupsiya bilan bog'liq holatlarga jiddiy jazo qo'llanishi batafsil ko'rsatib o'tilgan. Korrupsiyani qanday yengish mumkin degan savol tug'iladi. Qonuniylikni mustahkamlash yo'li bilan, fuqarolar huquqlari va erkinliklarini, qonuniyligini, manfaatlarini himoya qilish yo'li bilan, ochiqlik va shaffoflikni oshirish yo'li bilan, korrupsiyani oldini olishga doir chora-tadbirlar o'tkazish yo'li bilan, javobgarlikni, muqarrarligini ta'minlash yo'li bilan. Xalqimizda kasalni davolagandan ko'ra uni oldini olgan afzal degan naql mavjud. Jamiyatdagi har qanday jarayonga befarq bo'lmaslik ustuvor vazifalarimizdan biridir. Korrupsiyaning har qanday ko'rinishiga barham berish biz eng avvalo o'zimizdan boshlashimiz kerak. Yuqoridagilardan kelib chiqib, korrupsiya holatini oldini olish maqsadida qishloq xo'jaligi mahsulotlari sifatini baholash markazi davlat muassasasining boshqarma, bo'lim va hududiy filial rahbar xodimlarini Adliya vazirligi qoshidagi yuristlar malakasini oshirish markazida tashkil etilgan 8 soatlik malaka oshirish kurslarini bitirib, sertifikatlar olganligi ma'lum qilinadi. Markazning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha chora-tadbir rejalari hamda yo'l xaritalari ishlab chiqilib, bundan tashqari Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining mas'ul xodimlari siyosiy partiyalar bilan hamkorlikda seminar treninglar o'tkazilib, xodimlarni korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha murosasiz munosabatlarni shakllantirib, e'tiborlariga tatbiq etib kelinmoqda.